Agar sizda soch to'kilishi kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki 90% odamlar soch to'kilishini asl sababini, uni turlarini va davolash usullarini bilmaydi. Shu sababli ular turli xil mutaxassislarga borib, o'z vaqtini yo'qotishadi. Bugun men sizlarga soch to'kilishining barcha turlarini, ularni davolash holatlarini, ya'ni uy sharoiti va shifoxonada davolash uchun barcha ko'rsatmalarni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Men Ilhom Rahimov, trixolog, transplantolog. 13 yildan beri soch mutaxassisligi bo'yicha shug'ullanib kelaman. Asl yo'nalishim dermatovenerologiya. Ushbu ko'p yillik amaliyot davrimda men juda ham ko'p bemorlarni ko'rdim va ularda turli xil muammolar borligini anglab yetdim va shu sababli men bugun sizlarga soch to'kilishini eng ko'p uchraydigan xillarini batafsil tushuntirib beraman. Birinchi turi bu androgen soch to'kilishi. Erkak va ayollarda ko'p kuzatiladi. Ayniqsa erkaklarda ko'p kuzatiladi va buni asosiy belgilari erkaklarda peshona sohasida yoki o'rama sohasida, tepa sohasida sochlarni sekin-sekin siyraklashishi va oxir oqibatda shu sohalarda sochlarni mutlaqo to'kilib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Umuman soch to'kilishi bu organizmni bittagina muammosi emas. Bu butun organizmni birgalikda uni natijasida ularni ichida bo'layotgan ba'zi bir o'zgarishlar hisobiga kelib chiqadigan yirik bir muammodir. Androgen soch to'kilishining asosiy sabablari bu gormonal o'zgarishlar, nasliy moyillik, ya'ni avlodida shu kabi soch to'kilishi kuzatilsa, bularda deyarli ushbu bemorlarda irsiy moyilligi bor bo'lgan bemorlarda soch to'kilish alomatlari rivojlanadi. Endi buni davolashning asosiy usullari nimadan iborat? Erkak va ayollarda androgen soch to'kilishida asosiy ikkita ko'rsatma mavjud. Birinchisi bu androgen, ya'ni testosteron shu gormonlarni 5 alfa reduktaza blokatorlari deyiladi. Umumiy nom bilan aytganda blokatorlar va stimulyatorlar. Blokatorlar testosteronni dihidrotestosteronga o'tishini bloklaydi va shuni natijasida sochni ildizidagi retseptorlarga boyagi gormonlarning ta'siri mutlaqo to'xtaydi. Stimulyatorlar soch follikulasini stimulyatsiya qilish natijasida ular rivojlantirib beradi. Faqat ushbu dorilarni vrach, trixolog nazoratisiz yoki ularni tavsiyasisiz mutlaqo qabul qilish kerak emas. Nimaga? Sababi blokatorlar ba'zi hollarda uni o'zini berish tartibi bor, ba'zi hollarda erkaklarda jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin. Blokatorlarni ayollarga berishni ham bilish kerak, chunki bu ertaga homilador bo'lishiga birmuncha ta'sir qilishi ham mumkin. Endi stimulyatorlarni o'zini bular berishda o'ziga xos bir yo'nalishi bor. Ya'ni minoksidil dori vositasini oladigan bo'lsak, minoksidil dori vositasini qo'llash tartibi bor. Minoksidilni qo'llaganingizda 40% odamlarda deyarli boshlanishida soch to'kilish kuchayishi mumkin. Lekin bundan siz aslo qo'rqmang. Minoksidilni ishlatish tartibi buni 1 ml dan 2 mahal har kuni doimiy ravishda ishlatiladi. Nam sochga ishlatiladi. Quruq sochga mumkin emas. Blokatorlarni ishlatish tartibi har doim undan oldin organizmda prostata bezida bo'layotgan o'zgarishlar va qondagi testosteron miqdori aniqlanib olinishi zarur. Ushbu dori vositalari deyarli uzoq muddat davomida qo'llaniladi. Ba'zi hollarda bemorlarimiz cho'chishadiki, bu dorilarga odam o'rganib qolishi mumkinmi? To'g'ri, mumkin, o'rganib qolishi mumkin. Lekin uni ma'lum bir vaqtdan keyin sekin-sekin miqdorini, ya'ni dozasini kamaytirib, undan chiqib ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Ikkinchi tur soch to'kilishi telogen soch to'kilishi. Bu organizmda o'tkir yoki surunkali kasalliklar tufayli organizmga kelib chiqadigan turli xil jarayonlar hisobidan sochlar to'kiladi. Bu surunkali telogen soch to'kilishi yoki o'tkir diffuz telogen soch to'kilishi. Bunaqa holatda organizmda gormonlar buzilishi, ichki organ kasalliklari, mikroelementlar yetishmasligi yoki ba'zi bir autoimmun kasalliklar ham sabab bo'lishi mumkin. Trixoskopik asosiy belgisi telogen davrini uzayishi, ya'ni soch
to'kiladigan fazani miqdoridan uzayib ketishi asosiy bu belgilardan biri. Buni faqat trixoskopda ko'rish mumkin. Yana ba'zi bir sabablari stress. Hozirgi kunda ko'p uchraydigan bu Coviddan keyin, ya'ni mana shu virusdan keyin juda ham ko'p bemorlarda uchrayapti. Ba'zi holatlarda bu homiladorlik ham sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda turli xil operatsiyalar, turli xil hozirgi kunda juda ham moda bo'lgan oshqozonni operatsiyasi, ya'ni semirganlik holati, semirish holatini natijasida shu oshqozonda operatsiya o'tkazgan bemorlarda deyarli 90% soch to'kilish kuzatiladi. Bunda organizmda shu tanqislik, mikroelementlar yoki vitaminlarning yetishmasligi natijasida yoki autoimmun jarayon natijasida sochlar deyarli asta-sekin to'kilib boradi. Yana bir asosiy sababi me'yoridan ortiq parhez saqlash. Barcha narsani shu semirib ketishdan qo'rqish natijasida barcha narsani to'xtatib qo'yishadi va bu esa organizmda turli xil tanqisliklarni keltirib chiqaradi. Keyingi tur soch to'kilishi bu o'choqli soch to'kilishi. O'choqli soch to'kilishning ham turli shakllari mavjud. Bu subtotal, total, universal soch to'kilishi hisoblanadi. O'choqli soch to'kilishi ma'lum bir bitta o'choq paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Bu sochda yoki soqolda ham bo'lishi mumkin. Asta-sekin bular ko'payib, soni ko'payib, bir-biri bilan qo'shilishi bu subtotal shaklni keltirib chiqaradi. Total shaklda deyarli boshning sochli qismida mutlaqo soch bo'lmaydi, lekin qosh va kipriklar, soqol saqlanib qolgan bo'ladi. Universal shaklida badanning bironta joyida ham soch tolalari, tuklari qolmaydi. Buni asosiy sababi autoimmun. Bu erkak va ayollarda deyarli bir xil uchraydi. Ko'proq hozirgi kunda yosh bolalarda kuzatilyapti. Buni yana bir sabablaridan bittasi hozirgi kundagi turmush tarzi, ya'ni uyqusizlik, telefon, kattalarda asab, ovqatlanish tartibining mutlaqo buzilishi, mana shu o'zimizga ta'sir qiladigan, o'zimizni qo'limizdagi bor bo'lgan sabablar, ya'ni biz uni o'zimiz to'g'rilashimiz mumkin bo'lgan sabablar hozirgi kunda juda ham ko'payib ketyapti. Bundan tashqari yana atrof muhit ham ta'siri juda ham katta. Chunki ba'zi bir bemorlar boshqa davlatlarga borib kelganda yoki boshqa bir shunaqa konda zaharli mahsulotlar ishlab chiqariladigan joylarda ishlagan bemorlarda bu kasallik juda ham ko'p. Davolash, bunda autoimmun jarayonni to'xtatish, umuman olganda kasallikning sababini aniqlash, nimadan kelib chiqayotganligini, boyagi yuqoridagi sabablarning barchasini bartaraf etish va trixolog nazoratida bo'lish va buni bir kunda emas, bir oyda emas, kerak bo'lsa yillab davolashga to'g'ri kelishi mumkin. Keyingi tur soch to'kilishi bu traksion alopetsiya. Traksion alopetsiya haqida hozirgi kunda juda ham ko'p bemorlar murojaat qilishyapti bo'yicha. Bu nima? Traksiya, tortilish. Tortilish natijasida sochlarni chiqish burchagida, ya'ni sochlarning follikulasining teridan chiqadigan sohasida yallig'lanish, doimiy yallig'lanish bo'lish natijasida shu sohada terisida fibroz, ya'ni chandiq paydo bo'ladi. Bunaqa holatda sochlar deyarli boshlang'ich davrida konservativ davolash mumkin boshlangish davrida. Lekin agar jarayon o'tkazib yuborilsa, bu narsa faqat soch ekish bilan amalga oshiriladi. Mana men kecha bir yaxshigina video bemorni ko'rsatgan edim. Ya'ni kapsula taqqan. Kapsula taqish natijasida ikkala chakka sohasida shu bemorimizda sochlar to'kilgan. Bir necha yil davomida davolangan trixologlarda, lekin soch chiqmagan. Chiqmasligi ham aniq, sababi u sohada traksiya, ya'ni natijasida chandiq paydo bo'lgan. Buni trixoskopik va gistologik tekshirib ko'rganimizdan keyin bu bemorlarga albatta biz soch ekishni tavsiya beramiz. Faqat shu narsa bu bemorlarni qutqarishi mumkin. Umuman soch to'kilgan odamlarning eng katta xatosi nima? Nimadan iborat? Birinchisi, o'zlari murojaat qilmasdan shifokorga uy sharoitida korona yoki internetdan olib dori vositalarini qabul qilishi. Organizmdagi bo'layotgan holatga ahamiyat bermasdan, ya'ni tahlillarni qilmasdan turib
o'zlari turli xil vitaminlarni aptekalardan olib ichishi. Oddiy misol, vitamin D ni ko'pchilik ichishadi, lekin vitamin D bu oddiy vitamin emas. Bu gormon. Agar uni ko'proq iste'mol qilsangiz, bu toksik ta'sir qiladi. Va uy sharoitida turli xil reklamadagi dori vositalarini vrach nazoratisiz, vrach tavsiyasisiz iste'mol qilish bu juda ham katta xato. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, soch to'kilishini turli xil shakllarini biz bugun ko'rib o'tdik. Mana shu 5 ta shaklini. Har bir shaklini o'zini tashxisi alohida, davolash alohida, ularni davolashdan keyingi taktikasi alohida. Shu sababli har bir umuman soch to'kilganda bir xil dorini ishlatish mumkin emas. Agar sizda ham soch to'kilish muammolari bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozing yoki pastdagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga har bitta soch to'kilishi bo'yicha turlicha yetarli ma'lumotlarni berishimiz mumkin.